Tilovati Qur'on ana shundoq ulug' ish. Bandani qalbini poklaydigan, o'zini Robbil alaminga yaqin qiladigan, bu dunyoda martabasini orttiradigan, oxiratda shafoatchi bo'lib Qur'on uni jannatga olib kiradigan bo'ladi. Nafaqat shafaat qilib, ey banda, ey Robbim, bu bandang meni o'qigan edi, uyqudan qolgan edi, yodlayman deb qiynalgan edi, men shafoatchilik qilaman, buni jannatga kir deyish bilan kifoyalanmas ekan. Qur'on yana boshqa talab ham qo'yar ekan, Allohga iltimos qilar ekan. Ya Robbi, hallihi, ey Robbim, bunga sarpo kigiz deydi. Shunda deyiladi hadis sharifda, Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom, Alloh haligi bandaga izzat tojini kiydiradi.